Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq uchuq suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, yillardan buyon davom qilayotgan programmamizda albatta millatimiz ichidagi har xil sohalardagi mayli siyosiy, diniy sohadagilar bo'lsin, ziyolilarimiz bo'lsin, bularni xilma-xil mavzularda taklif qilib program qilib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan tunugun biz e'lonimizda bergandek hammamizga ma'lum bo'lgan shu 14 fevraldan boshlab ijtimoiy fikr vositalarida g'ulg'uliq qo'zg'agan bir voqea Xitoyning Gollandiyadagi zo'ravonligi Den Haag voqeasininki tafsiloti haqida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Shu sababdan huzuringizda o'tiribdik. Aldı bilen programımızı Gollandiyadan ziyaretimizi qabul qilgan bu voqeaninki baş personajı Abdurahim G'ani Uyg'ur efendimni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat Abdullah Yalqun, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib meni Istiqlol televiziya naq maydon suhbat programmasi taklif qilganingiz uchun rahmat aytaman. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savollaringiz bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda boshlab ketsak, albatta Abdurahimjon, siz bilan asli bu programni shu mazgilda ham qilmoqchi edik, lekin hem vaxtınız çıkmaganlığı aldırışlıq sebepten bugenge nisip oldu. Hem de bunu elbette hazırlıkça devam kılıvatıdı bu faaliyetninki, qılgan faaliyetinizninki sadaları tek ahir tügümedi de hem de. Elbette Xitay tecavüzçileri dünyanın her qaysı yerlərdə özününki səbsətisini, təşviqatını qılıb kelyatqan bir vəziyyətdə turuyatımız. Siz yıllardan buyon Gollandiyada meyli yalğız namayişiniz bolsun. Muşunda Xitayninki har xil faaliyetlerde davamlı qalatda yalğız qalsanız mı oturğa çıkıp Xitayning abdi bəşirisini içib kelyapsınız. Hem de bu qitim muşu vaqa Xitayning çağan bayramınınki muşu Den Haag şəhərlik hökumət binasıda ötküzülgən xəbərini muşu başdan başlap bir jarayona kirsək, bunu adətdə Xitaylar uçuq aşkarı elan qılamdı yoki bunu siz başqa şəkildə bilib muş faaliyette muşunda bir Şərq Türkistan meselesini oturğa keltirmen, gün tərtibə alıb kelmen dep planladığınız bu qanday muş işin jarayonu qanday boldu şunu bir anlap ötken bolsaq. Rahmat. Men uzun yillardan buyon Gollandiyada Xitoy tajovuz hukumatiga qarshi siyosiy faoliyat bilan siyosiy tashkilotlarni shug'ullanib kelyapman. Shuning uchun Xitoy tajovuz hukumatiga Gollandiyadagi tashkilotlarga diqqat qilaman. Siz diqqat qilib kelaman. Undan boshqa meniki qurgan bir guruhim bor. Yana anti-CCP deb Xitoy kommunist hukumatiga qarshi Xitoyga qarshi bir kuchlar bilan o'zimizdan qurgan platforma bor. Bundan davomli mushtaq Xitoy tajovuz hukumatinikiga Gollandiyadagi ib berayotgan har xil o'rlashtirgan faoliyatlarga sezgir qaraymiz. Mushtaq faoliyatlar bo'lib qolsa, xabar topsaq darhol buna qarşı bir inkas bildirish ve yoki namoyish o'rlashtirish faoliyatini ib boramiz. Xitoylarniki bu çağan bayrami ib bir haqiqiy xabarlarni menga Kantoniya mustaqilchilari menga yetkazdi. Bu Kantoniya mustaqilchilari yani Guangdong ülkesiniki mustaqil bo'lishni xohlaydigan bir guruhlar bor. Bularni bizni Xitoy besib olgan, biz Xitoy emas deb aytib nima qilganlar. Bular bilan kuchli qo'llanuvchilar Gollandiyada. Bular men yetkazgandan keyin akan buni bütün tafsilotlarni tafsilga kirib chiqdim. Kirib chiqib ana keyin biz bir faoliyat o'rlashtiraylik deb 2-oyninki 14-kuni shu Den Haag ana Gaga shaharlik hukumat binosining zalining ishida bo'ldi bu faoliyat. Shuning oldiga biz yerga namoyish o'rlashtirdik. Bu namoyishga kapsan bir so'zlab bersa deganlik uchun bo'ldi deb buni oldin xabar topganlik uchun biz puxta tayyorlik qilib bordik. Bu birishki maqsad shu Xitoyniki tajovuz hukumatiniki Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yapılgan irqiy qirg'inchilikni dunyodan yushirib, o'zidagi saqt tashviqotlar qilish orqali yana bu yerda Uyg'urlarniki kiyimlarini Xitoylarga kiydirib, saqt Uyg'urlarni
qilib usul o'ynatib Uyg'urlar boyashat yashayotidi deb Uyg'ur qirg'inchilik dunyodan yoshirib qilish maqsadi Xitoyniki bu soxtalikni oshkorlash uchun men aşağıya bordim chunki 2 yil ilgari ya'ni 2024 yil ise 2024 yilda shu Gollandiyaniki Aytanxaqa shahrida ya'ni o'xshash zalda mushta Xitoy chag'an faoliyati bo'lgan vaqtda shu yerga borib bir necha Uyg'ur bizni bilib borgan shu yerga borsak zalning bir bo'lumida Uyg'urlarniki usul kiyimlarini Xitoylar kiydirib ularni aşağıda usul o'ynatib mashq qildi o'tiribdi ekan shu mezgilda biz ashuni videoga tortib dunyoga oshkorlab bularni haqiqiy Uyg'ur emas soxta Uyg'ur ekanligi Xitoy tajovuz hukumatniki Uyg'urlarniki külturidan foydalanib dunyoni o'ldab kelayotganligidan iborat bu razzil suiqasdni oshkorlab etgan. Shunga bu qatda men ashunday faoliyatlar bo'lib qolmasin deb buning oldini olish uchun men aşağıya borgandim. Xo'sh. Odatda Abdurimjonim shu sizlar normalda shu buning xabarini olgandan keyin namoyish qilishdan burun sizning guruhingizda bu hukumatga sizlar oldin ola xabar qilib qo'yib biz manda faoliyat qilamiz deb xabar qilib qo'yamsizlar yoki xabar qilmaylar berib olsanglar bo'lamdi? Odatda bir kichik namoyishga tinch shakllik bir kichik namoyishga ruxsat ketmaydi ekan-ku bu narsalarni. Biz bu narsa ko'tariliblarkan yo'ldan to'samiz qilib bo'lgan ammo o'pcha jiqroq adam qilgan namoyish bo'lgan buningga namoyishga ruxsat olgan gap buni shu Kantoniya mustaqilsi Laufeylon va bu o'zashiga namoyishni o'rlashtirib ruxsat elib hammani qilgan dastlabda buni javob kelmay saqlab turgan javob kelgandan keyin aniga men xabar qildi ruxsat berdi dedi shundan keyin o'shada o'pcha namoyishni qildik. Xo'sh. Haqiqatan hamda shu siz shu namoyish maydoniga kirgan hozir videomi o'tirmizda chiqib turdi shu sinma hozir. Shu tinish shaklda elib borgan bir plakatni bir xatlar yoziq plakatni ko'tarib chiqdingiz. Ham buni albatta shu kundan tortib hozirgacha Gollandiyaning eng danglik axborotlarida nurg'un gazetlarda oqdan sizni ziyorat qilyotdi. Buni programmamizning davomida albatta to'xtalamiz tafsilotda. Shunga shu zalga qanday kirdingiz? Qo'lingizdagi plakatda nimalar bor? Kim mishadi Xitoylar xuddi och qolgan 7-8-5-6 tunguz bir tomoqning ustiga etilgandek kelib yupurilib kirib sizning ustingizda mishada bir muncha ishlarni qildi hamda. Shunga shu jarayonni bir eslab o'taylar shu sinma chiqib tursin. Rahmat. O faoliyat o'rlashtirish turgan kuni, ya'ni 2-ayning 14-kunidan burun yana bir ikki Uyg'ur men bilan aloqalashdi. Bular shu bizning barabashar bilan birga namoyish qatnashaylik deb bo'ldi dedim. Chunki biz shu Danxoq shaharlik markaz poyezd stansiyasida kurashdik, shu yerda kurashib chiroyli plan qildik-da. Plan qilganda men bularga dedim, men sen sezgirak men borsam tunib qoldiganlar jiqroq meni shunga men zalning ichiga kirmay teshib turay ikkiinglar kirib zalning ichiga bir cho'glab chiqinglar yana 2 yil burunqidek Uyg'urlarning usul kiyimlarini Xitoylar kiydirib o'sha usul o'yintilgan ko'rinishda bormi yo'qmi lekin ularning faoliyatiniki kun tartibi bo'lib qolsa shuni elib chiqib qilinglar bo'lib qolsa video qilib olinglar qat'iy bayroq bir narsa chiqarmay turinglar undan keyin biz planliq shu chiqilayli deb deyishdik buni. Bo'ladi deb ana bu ikkilan kirkat ichiga men tashida saqlab turdim. Chiqmadi sana 1 soatdek bo'ldi chiqmadi. Lekin 1 soat o'tgandan keyin biraylar keldim yanimga. Nim bo'ldi yo'qolib ketdinglar desam, yana biraylar birga kirgan o'sha ishimiz kirsaklar Xitoylar ichish murosini qilib turibdi ekan. Yani Xitoyniki Gollandiya elchilari boshqa mehmonlarga sani chiqib so'z qilib turibdi ekan. Shuni ularlar bilan bayroq ko'tarib lekin chiqib ketdi, u chiqib ketgandilar. Buni tutib lekin Gollandiya amalli qo'g'irchi qismini chiqib ketdi, uni saqlab ketdi. Undan keyin shunga meni chiqaryapti, men ishga keldim dedi. Ani saqlab tursa birdan keyin o qarindishimiz kelgandan keyin ana uningga laptop saqchisan 24 soat ichida u Danxoq shahridan chiqarmsan bo'lmaydi deb qo'li bir xat yozib tutib qilib qoldi. Chunki biz berib billa o'pchiga namoyish qildik. Namoyish bilan u yerda so'z qildim. Ishkalar yerida bayroq bilan ko'tarib turdi. Ana keyin o'lmas ketmasa bo'lmaydi deb darhol qaytdi. Chunki 24 soat ichida chuqur chiqish kerak-da, kirmaslik kerak bo'lganligi uchun. Men namoyish bitirib namoyish qilib, men teshib chiqimda bir cho'rab qo'ygan yana bir tunish uchrab qolammi deb kirsam, bir tunish bo'lgan yil uchrab qoldi. Ular paranglashib, avvallashib qildik. Ana keyin bu zalning ichiga kirgandan keyin bir net yo'llar bor ekan, cho'ng eshiklar bor ekan, cho'ng eshiklardan boshqa yana bir do'konlar bilan ana keyin qahvaxona tutishadigan yer bor ekan.
Hani o Gollandiyasidan kirib qahva ichishga kirib birdan bu yerda ko'zi tutib tursak o zalning kishilari chiqib olgandan keyin faoliyatda shunda qilib nima bo'lgan turib odamni yomon jiqchi o zalning ichida. Hake men zalda asta yenib chiqdim, chiqib ana keyin kechida namoyish qilayotgan ularning yana keldimda u yer kelib u yer bir namoyishchi va Chinchuangoniki yana Chinchuango degan shu atalmish bizning Sharq Turkistonda Xitoy jallodlarining bosh sekretari bo'lgan jazo lagerini qurib Uyg'urlar irqiy qilish qilib qolgan Xitoy shu oshniki yana yurtdoshi ham oliy maktabda bularlik bir maktab o'qitganda bir universitetda shuniki nimasi bizdan namoyishga birga keladi uni Xitoyga qarshi bir aktivist Shingsonglim ismi shu ana keyin bu shu yerda tashviqot varaqi taqib bir yer turibdi ekan uni chaqirdim chaqirib bu yerda Xitoylar hozir faoliyatini boshlab bo'libdi men zalning ichiga kiraman sen mana men bilan birga kirsang meniki yonchig'imda bir plakat bor shu plakatni ko'tarib chiqaman sen mening yenimda mang men qayoqda mansam shu yoqda mang oraliqim 5 minutdan 5 metrdan 10 minut oraliqda dedimda faqat yenimga kelyapman sen oraliq saqlab turib shu yerda bir shulab ya men tutib qolib qolsa ya bir şey qilib qolsa chiqirdigan şey qilib qolsa men qarshilik bildirmay sen shu yerda video qilib ol desam ma'qul dedi aka bunlar kirib ketib 15-20 minutda o zalning ichida o'sha qahvaxonasiga kirib asal qahvaxonasiga kirib paramiz qo'yib basta qarshi qahlarimiz yomon jiqgan ana bir qadam sen borsa u saniga chiqadigan yo'l butunlay to'sib qoldi shu faqat men qo'lim qarasak senning old tarafida o'rindiq bor shu yoqqa kirib o'tirib o'tishadi to'sam bir yo'l azroq eshilib qoldi va aşağı kirib turdim ana keyin shavsunglim dedim sen ush mening yerimda turib aşağı o'rindiqdan bika bo'lib qolsa sen bir o'rindiqda o'tda aşağıda u yerni ko'rganlar bo'lib men shu oraliqda fursat tepib zalning aşağıdan o'tib nimaga chiqma saniga yaqinlashman shu vazgilda sen darhol bir video olib ol dedim bo'ladi dedi bu kirib o'tdan o'rindiqdan nimasida chunki bu o'zim xitoycha bo'lgandan keyin buni diqqat qilmaga xitoylik jiq bo'lgandan keyin u kuni ana u yerda turib qarsam hech bir o'tirib mangdek fursatim bo'lmadi menga lekin bir Uyg'urlarning faoliyatlari bormi degan Uyg'urlarning kiyimini Xitoyga kelib so'ragan nima o'qib qolsa men naq shuni ulgurib chiqsam bo'ladi deb qilsak unda binasim bo'lmay shu tas faoliyatimda tugishi oz qolgan kirib qolibdi ekanman men u yerga shu eng oxirgi qatim usuldek bir narsa chiqdi Xitoylarniki birsi qarasam shu Uyg'urning atlas kiyimi kiyib olgandek Xitoyning tanstasi oid bir nima ekanda bir opera bir nimasi ana bu toz nim qilayotgan vaqtda lekin ana keyin qarasam sal oyoqda yo'l eshitib qoldi yo'l eshitganki men hech nima bo'lmagandek lekin videoda ko'rasiz mana asharimda ekranga sanik mangandek manga demayna qo'limda nima tutib lekin lozinkini lozinkidagi gap bak muhimchi lozinkida yozilgan ingliz xat va ingliz xatniki ma'nosi Sharq Turkiston mustaqilligini asliga keltirish Uyg'urlarniki mavjudligini saqlab qolishniki birdan bir yo'li degan u xat bor ana keyindan xatning ustida o'ng tarafda Sharq Turkistonning xaritasi va Xitoy tajovuzchi armiyasiningki tanklarning Sharq Turkistonni besib kirayotgan bir ko'rinishi bor. Unda 1949-yil 10-12-kuni deb, ya'ni 1949 12-kuni Xitoy tajovuzchi armiyasiningki Sharq Turkistonni besib kirayotgan shu ko'rinish ifodalangan. Ana sol tarafga qarasak, nimada bizning Sharq Turkistonning xaritasi va xaritada shu Xitoyniki qo'li Uyg'urning og'zini itibatgan, Uyg'urning ovozini bug'ayotgan shu ko'rinish bor. Jig'ib aytganda bu lozinkada, bu plakatda bizning Sharq Turkistonniki siyosiy maqsad, biz Uyg'urlarniki navbatdagi siyosiy maqsadi aniq ifodalangan. Shunga bu darhol Xitoylarniki diqqatini tortib lekin o'ttirib jugurab kelib meni shu nima qildi. Hozir men antiqqandan keyin mana keyin jugurab kelgan bir Xitoy hozir ekranga qarasangiz bu Xitoyniki mana shu kelgan. Bu Xitoy kim Xitoy desa, buning ismi Qarchapanliqmi? Qarchapan shu mana aka hozir men shu eslayotganda shu Xitoy. Mana ismini deb qo'ya, men ismini topdim. Shu mana eng dastlabda meniki qo'llarini qayirib, qora kostyumni kiyib olgan Xitoyning ismi Chen Shuodong. U Gollandiyadagi Xitoy savdo birlashmasining raisi. Gollandiyadagi Xitoylarning o'tkazilgan har xil faoliyatlarning planlovchisi, Xitoy elchixonasining kuchli qo'llovchisi.
bu Xitoyda endi bu Xitoy shuniki qo'llarimda qarib turgan Xitoy ana shu birinchisi endi bu Gollandiyadagi Xitoyning eng cho'ng siyosiy arboblarining birisi bu birinchisi. Onun keyin videoni sal keyiniga qaytarsangiz, o yoqdan chiqqan yana bir Xitoylar va ayol Xitoylar bular kelib meni qulamdagi plakat esildi. Bular qulamdagi plakat esilgan Xitoyniki ismi bulanishda qilib ammo qulamdagi plakat epangan Xitoyniki ismi Jang Aymin bo'lib, u Gollandiyadagi Jungoliya Xitoylar madaniyat va tantarbiya almashtirish fondining raisi. Bu Xitoyniki dadisi Xitoy tajovuz armiyasining ofiseri ekanda, yuqori darajadagi ofiseri yana. Demakchi, hozir mush ikkisini ana shu Xitoy mana mush mana kelgan hozir keyinga keladi qizil chapon mana manga mush ikkisi. Hozir bu ikkisining kimlik aniq hozir %100 aniq bo'lib bo'ldi-da bu narsanikini. Buni biz aniqlab bir poldiq saqchig'imi bu narsanikini. Onun keyindan kelgan seriq chaponlar va mana kelgan seriq chapon 100 lira chapon kiyib olgan mag'buylar. Hozir kelib mening bo'yimni qargan Xitoy. Bu Xitoylar kimkan desa, bu Xitoyniki bexatarlik xodimlari. Bularningki u yerda faqat buni qarab turishda huquqi bor, lekin xalqni tutib yaralanish huquqi yo'q-da bularningki. Boshqa bularni qilayotganlari hamiz jinoyat shakllantirdi. Bular Xitoyniki shu amonlik qo'g'dash nimalari, bularni men tutish huquqi yo'q bularningki. Shosh men dedim, sen tutish haqqing yo'q, buni qo'yib deb. Ana mana bu resimni ko'rsangiz, ana bularniki kimligini biz bilmayapmiz hozir. Buni saqchilarga berdim, saqchilar buni oqtiryapti. Oqtirib buni tep chiqadi nimasiniki. Onun keyinda mato'g'an ustuma V belgisi bo'lgan. Masalan, Hindistonga o'xshab ketgan qoramtoq tagini u Gollandiyaning rasmiy davlat tarafidan e'tirof qilingan bexatarlik xodimi shu V belgisi borda. Buningki men tutish haqqi bor. Tutish haqqi bor, qo'limdan tortib ma'dab elish haqqi bor, lekin meni urush zaxmlanish haqqi yo'q buningki-chi mana. Sizni zaxmlandirdimi bu Xitoylar o'shada butunlay? Xitoylar qildi. Ma'lum qo'limni tutib ashyoda meni bo'ynimni o'nib qilib, buni digini men seni o'ttirayotman, sen jazo lageriga loyiq, sen o'limga loyiq emas o'ttirayotman degan Xitoyning birisi bu. Ya'ni sizni tutgan vaqtida bu gaplarni dedi. Oshel Xitoycha bo'ynini qarib turgan Xitoycha yag'ish qilib qo'lqa boshladi-da Xitoycha bilan. O'sha vaqtda bitta dedi boshqa Xitoylar. O'shlar. Onun keyinidan Xitoy qora chapon kiyib olgan Gollandiyaniki Xitoyniki Gollandiyaki shu nimasi Xitoy tijoratchilar jamiyatining raisi bu Xitoym dedi. Sen jazo lageriga loyiqsan, o'limga loyiqsan qo'ydi. Onun keyin Xitoy qancha qilib olgan bu Xitoymi dedi, sen o'limga loyiq emassan. Hammasi inglizcha aytma. Xitoy tilida gapiryapti-da mana. Chunki boshqa tilga gapirsa xalq anglab qoldi emasmi gapnikini. Hala pichirlab gapiryapti menga ro'yi zarba qilmoqchi bular. Ya'ni ro'yi trolli qilib qo'ymoqchi-da bu narsanikini. Boshqa mush narsalarda hammasiniki qilayotgan ishlar Xitoylarniki qonunsiz ham davlat otlab chegara otlab bostirish harakatniki bir jonliq ifodasi ilindi-da bu narsani. Ana keyin bular oyoqdan elib videoni hozir man bo'lsangiz, amin yiqit bo'ldi. Yagalqa bir tushtiribdi ham mana bu tizimi shu ko'kragimga tegdi-chi, mana shu ko'kragga. Ko'kragim bir tizibdi. Agar ko'rsangiz videodan bor, men asha qo'limni egiz ko'tarib oldim-chi, qattilar. Men degan gibi deb bo'ldim u yerda kirib, men Uyg'ur, Xitoy hukumati Uyg'urlar irqiy qilmish epiryapti. Gollandiya parlamenti Yevropa tunji qadam Uyg'ur qirg'iz e'tirof qilgan davlat Xitoyning saq tashviqotiga ishonmanglar. Meni 19 oila a'zolarim Xitoy tajovuz hukumatining irqiy qirg'izlik qurbonlari bo'lib ketgan. Meningki oilaning g'oyib bo'lib ketishi millionlab Uyg'urlarning qismatining bir jonliq kartinasi deb oshkam desam, kap tutib bo'yamni qarib etmoqda emasman. Ana ayat nima qildi, yagini ustiribdi. Uni keyin men ko'kragim tizib ketganda, men u yer qo'l shiltmadim. Qo'l shiltib qolsam, Xitoy haqliq, men haqsiz tushib qolaman yoqda. Men buning faoliyati boshlashdan burun bu yoqda jiq material ko'rib kelganman. Men nimadan saqlanishim kerak, nimaga diqqat qilishim kerak? Men ashyoda bir narsani urib chiqib va yoki jugrab vaqirab qolgan bo'lsam, ayaning tartibini buzgan bo'lib qolibdim-da. Shunga men ko'zim tip-tiniq shaklda maqdim. İşte bo'pqan bo'lsin deb. Uning keyinidan ondan Xitoylar siz nima qilayotgan bo'lganiki, hozir bu og'riqqa buni 8 haftagacha ketdi buni og'riq dedi doktor. Hatta rentgenga tushdi bu narsaniki 8 haftagacha yo'qaydi deb. Hozir dori ichyapman. Ana keyin miyaqni teshik etmaganda Xitoylar oyoqda video tortgan adam yo'q-da. Teshik etmaganda buningga kelgan vaqtda 4 tarafdan 5-6 Xitoy jugurib kelib degan manda etmagan adam meni shuncha zambil ko'targandek ko'tarib etmoqda yerdan. Sen jazolarlarsın, jazolarga aytmaysan, bu o'ttirimiz deb qilmoqda. Bu narsa xuddi o'zimni men demokratik dunyodagi tinchlikning simvoli bo'lgan Gollandiya davlati emas.
Danhaq shahrida emas. Ammo Xitoy ishg'ol ostiga Sharq Turkistondagi uyamda majburiy Xitoy jazolarga olib ketayotganda kunish ko'z oldimga kelib qoldi meniki bu narsani. O'ttirmay akutagan qo'polliqlari, ko't ikki putimni ikki qo'limni ko'tarib qori qo'shirib, bir putim yamanga qori va tutib bu narsa. Buning videosi yo'q. Ben aldı bunu sakçı ma'lum qilgandan keyin sakçı bütün zalim hamma yer kamera bor emasmi? Ash kameradan ash video tepinglar deb sakçı buni havola qildi. Bu narsa. Yana Xitoy asha qattiq qilib ketib qoldi. Chiqarib ketdim. Anikan bu yerda gollarga sakçılık kelbash darhol qo'yyapti-da meni. Yo'q emasmi narsani? Qo'yyapdan sakçı keldi. To'rt sakçı keldi Nişkem çıkardı diye, ID karttan çıkardı diye, ID karttan çıkarıp geldim. Çıkarıp versem, Kiraplo sistemisi qaraplarken, mesela aktivist mi demi aktivistsem, bizim sistemide köl sistemi kirap bo'lgandan keyin, anan keyinden bir jadval to'shqizab qildi ekan, bu araq men saqchi dedim. Men u yer bulanchilik uchirdim dedim. Xitoylar men zo'ravonlik qilib urdi dedi. Men tizimni yag usti dedim. Buni tekshirmamsizlar desam, uni qilib qolsam, bunga arz qilsam bo'ladi. Devletlik saqchi darsi arz qil. Ma ish tutgandan keyin dedi. Ana keyin meniki shu nimaniki plakantin o'zinikini tatib oldi. Buni ichiq bergan bo'lsanglar deb talab qilsam, bular ishga kirib topolmadi saqchimi? Topolmagandan keyin ana keyin meni 10 minutdan keyin qo'yib berdi bu maydonda saqchi. Ana qulan bir jadval berdi, jadvalni to'shqazdim. 24 soat ichida sen bu Danhaq shahardan chiqib ket. Bu binoni yana atrofiga yursang bo'lmaydi dedi. Sizning uyingiz Danhaq shahrida emasmi? Yo'q, meni boshqa 80 kilometr mı? Ha, şoň chiqib ketayotganda u yerdan masenga. Chiqib ketdim, yana chiqib ketdim, shahardan chiqib ketdim. Sen nafirni Amsportdan degan ekan, sesim qochib kirdi emasmi? Ash binoni atrofiga kelsa qolmaydi ekan. Shoshib ketdi yanga dedi. Ketdim, men tutmadi, hech nima qilmadi. Hatta men tutib qolarmikan deb tartibni buzding, u bu deb jarimani qo'yish u ish bo'lmadi. Yo'q, tartibni buzdim deb unudim dastlabda unutqantimda. Shunda u yoqdan chiqib qasam saqchilar degine sen buni darhol aniqifti deydi, arz qil. Devlet şu sakçı darısıga degandan bu yerga chiqib sakçı darısı telefon qilib ahvolni dedim hammani. Desam ana keyin sakçı dedi, bosh sani yarilish nimalar bormi dedi. Shu ko'krak qismi og'ribyapti meniki, beshim og'ribyapti, bo'yanlarimni og'ribyapti. Bu desam unda qolib qolsa sen doktorga borib ko'ran, ahvol qolib qolsa ana keyin deb ayrim birsam bilan yana bir kurishimiz bor. Shu kurish vaqtda sen butun isbotni ekib ber bizga dedi. Buni deb akam kechdi uy qaytib bordim. Öyle qaytib kirib o'tlasam, yama og'rib ketdi. Shu boshi o'tlasam, qopsam, nafaslansam, shu ko'krim shunda og'riydi. Men bir sunib ketdim deyman, putim oqsab qoldi. Ana keyin jiddiy qutqizib, kechkilik nima bor doktorlar ko'rdigan, kasal ko'rdigan. Ashay telefon qildim. Ular telefon qilsam, keldi deya shunga bordim, u yerga bo'lib tekshirdi, hamma narsani yozdi, yozib, yana 2 kun qarab baqdi de, dori berdi. 2 kun qarab 2 kun ichida yaxshi bo'lmay qolib qolsam, ayol doktorim bilan kurash, ana keyin rentgenga tushib, boshqa tekshirgan narsa qolsa, tekshirib baqsang bo'ladi deb u yerdan doktordan yenib keldim. Kirib 2 kundan rasmiy og'irgandan manda bir og'riq ko'rib baqib ketgan menda. Ana keyin og'irgan ekan, dushanba kuni, o shanba kuni bo'lgan ish ekan, dushanba kuni atdiganda bizani ayol doktorga telefon qilsam, seshanba kunga kirishish berdi. Seshanba atdiganda bir ayol doktor bu ahvolni hammani deb berdi. Meta videoni ko'rsatsam, ana keyin naring og'riydi, mushtamida avval desam, unda bo'lsa rentgen bir chiqib, ko'krak qismini sungan bir narsa bormi deb. Unda rentgenga tushdim. Sungan bir narsa yo'q ekan, endi uni tizib o'tganlik bo'lgan ekan, ashada bir nima bo'ldi ekanda, bu 6 haftadan 8 hafta ichib ketadi, ma putonning og'riqni asta-asta nima bo'ladi deb 2 xil dori berdi. Shu dorini yedi. Shu dorini yedim. Shu hozirgacha nima bor, azroq tuturma og'riqlari bor. Ko'krak qismidagi og'riq bor zada bor masalan. Endi hozir saq 1 oy bo'ldi. Doktor bu 8 hafta ketadigan 2 oy davom qildi degan. Endi hozir nima qilyapman? Undan boshqa kechasi uxlasam, Xitoyniki elab men bo'yanlarimni qarib, nima qilib bostirib o'ttiribman. Sen jazo lageriga loyiq, sen o'limga loyiq, unsurga gaplari tushimdim borda hamda bu narsanikini. Go'yo tushibman uxlatib lakin endi nima bo'ladi lakin. Shundan buni nimaga dedim, men ayol doktorim desam, bular psixolog ko'rib tekshirdi. Buni vaqtida psixolog bo'lib işte bo'lgan ahvollarni gap berdim desam, buni PTSD deydiki, endi bir narsalar uchirgandan keyin bo'lgan
nima psixik bir nima hujum uchirgandan keyin aytib bo'lgan bir xil nima ekan buni dastlabki nimalarni diagnoz qo'yib qilgan ishlarni uni ma'lumotimiz taqishlarni ekan uni uchra saqlayapmanda endi rasmiy alayda psixologlardan ko'rishishga bu bo'lgan ishni hakikaten Allah şifalık versin hem de hakikaten bu nomussuz tecavüzçülerninki Abdi Beşir'si hem de başkaça bir eğitilgan bir hareket oldu bu kadın mı? Hem de Abdurrahman demek yani siz hem de bütünle hazır sakçımışı biz şu günden tatip hazırgacha mesela özünüzün ictimai fikir sahifasida mı bo'lgan taraqqiyotlarni hammasini vaqti-vaqtida ham baharlab turdingiz. Bu adamda rasmiy hozir bularga shu sizga hujum qilgan shu faoliyatni o'rlashtirgan bu Xitoylarning da beshi konsulxonadan tatib hozir hamda saqchilar tekshirishni boshlab hozir bir tekshirish bosqichi boshlandimi hamda hozir? Tekshirish bosqichi boshlandi. Mana shu 2-oyning 14-sini kech saqchi telefon qilgan, tahlil qilgandan keyin 2 haftadan keyin bir ko'rishishmadi. Bu yoqda bugun telefon qilsak, ertaga kel demaydi-ku. Vaqt belgilab turdi. Bordim u yerga, bir bu saqchiga ahvolini hammadan videolarni ko'rsatdi. Ko'rsatgandan keyin saqchi uni kirib biz bir buni qarab baqib, ankam sana yana bir telefon qilamiz dedi. Yana bir telefon qilib, tunugin anikana saqchi rasmiy chaqirdi. Borsa mana qo'limga ma'lum berdi. Bu nima narsa desamiz, davlatlik saqchi idorasininki rasmiy meniki anzamni qabul qilganlik nimasi buni shirkatlar nimalar bor. 6 betlik mana 8 betlik nimalar bor-da, nimalar hammasi. Saqchidan butun nimalar bor. Mushta rasmiy qabul qilib buni hamda davlatlik saqchi idorasidan mana rasmiy qabul qilganlik nimasi tunigin qulam topshirib oldim ma bilasizlikdan. Buningda men hamda 3 turlik narsadan Xitoy uchun arz qildim. Birinchisi meni Xitoylar xo'rladi. Bu yerlik usturib, bo'yonlarini qorilib, bu Gollandiyada Xitoylarniki unda qilish haqqi yo'q. Bu erkin demokratiyada har bir odamniki erkin so'z qilish, fikr bildirish, tinch shaklda qarashlik ko'rsish haq-huquq bor. Buning Xitoy tajovuz hukumatniki Gollandiyadagi bu shakllari meniki bu haq-huquqimga tajovuz qildi. Bu birinchisi. Ikkinchisi Xitoylarniki mana meniki shu yasatgan plaketimni aşağıda mecbur qo'llarimni qorib tatib oldi, qo'limni tatib qaytirib bermadi. Bu bulanchilik kirdi. Xitoylar 3 ommaviy so'rinda bulanchilik qildi menga. Bu ikkinchisi, uchinchisi Xitoylar menga ro'yi terrorlik qilib berdi. Men seni o'ldirdim, sen jazo lageriga loyiq, sen o'limga loyiq deyish orqali buni 3 nuqtasini Xitoy uchun az qildim. Türkiye'de rasmi buna erzem qabul qilinib, men qo'l qo'yib manastirga topshirib oldim. Shunga saqchilarning oldin resim tushib, chunki ijtimoiy taratqullarimda bu vaqtda e'lon qildim bu narsalarni. Tunigi buni e'lon qilib bo'lgandan keyin kech tarafdan aning keyindan o'sha Gollandiya Danhaq shaharlik hukumat, yana shu kuni ash faoliyat bo'lgan Xitoy tajovuzchining zo'ravonlik harakat olib bo'lgan shu shahar hukumatniki shahar boshlig'i parlament a'zolarining so'rgan savollariga javob berib, tunigin bergan bayonotini e'lon qildi. Tunigin o bayonotda sizga avat bergan narsalar bordi. Bir Uyg'ur aktivistniki deydi, tinch shakllik namoyishdan majbur ilib chiqib ketilishi qat'iy qabul qilishga bo'lmaydi debchi bu narsalarniki. Demakchi, mening saqchidan anzamniki qabul qilinishi, men arzimniki, hukumatniki bayonot berishi meniki qilayotgan qonuniy haq-huquqni qo'llash uchun olib borayotgan harakatimninki haqqoniy harakat ekanligini kuchlantirib turdi-da bu narsaniki. Shunga hamda buningga saqchilik qilgan deganda biz bugundan boshlab rasmiy buni tekshirish boshlaymiz. Razvedka saqchilar tekshiraydi-ku buni. Biz buni tekshirib, hamma odamlarni aniqlab bo'lgan ekan sana bir buni bir doklad chiqarib beramiz deydi. Uning keyinidan buning qarta advokat tutib anikani sudga boradigan ishlarni shu chog'larda o'ylashmiz. Shu joyda qilsan, sen hozir bizani saqlab, buningga bizdan yana xabar saqlaysan deb, buni nihoyat xush bo'ldim birinchisi. Ikkinchisi, eng xush bo'lgan narsa Xitoy tajovuz hukumatiniki Gollandiyadagi shaykillarni tunji qaytdan bu Gollandiyalar emas, diasporada men Gollandiyada sudga chiqmay bo'lgan ekan. Ay sudga chiqib Xitoyning eng yuqori darajali amaldorlari. Haqiqatan bu qatimki bu shu Xitoyning Chag'an bayramini o'rlashtirgan ichida cho'ng ikki nimasi bor. Birinchisi Xitoyniki Gollandiyadagi bosh konsuli, bosh elchisi. Ularning nimasi var. Onundan başka Xitoy kültür medeniyet kültür merkezininki
ikkisi birlashtiribcha, undan boshqa Danxaq shahardagi hukumat qatorida 7 organ birlashib o'tadigan cho'ng faoliyatchi bu narsalarniki. Bularning hammasi jinoiy javobgarlik ustiga erish kerak bu narsalarniki. Shunga men eng avval mana hujum qilib, işte men bulanchilik qilgan, meni xo'rlagan, men zo'r ro'y terrorlik qilib qo'ygan Xitoylarni sotga chiqib, sotda qolgan ashyoda sotninki qarorini deyishimiz sotda, bu yana bir mangadigan bir qism jarayonlar bu narsalarniki. Bu bir yani putuq g'alaba degan gapda undan boshqa bu nimaniki Xitoy tajovuzchilarining bu qatim qilib qolgan bu zo'ravonlik, terrorlik harakati gollarning cho'ng matbuotlarida buni chegara otlagan bastirish deb chiqdi bu narsaning xarakteri mundaq baydi mana. Bu bir voqea emas, ya'ni voqeaga tuyuqsib turgan narsa. Xitoy bir erkin demokratik davlatda, ya'ni bu Danxaq shahri degan xalqarodagi demokratiya va tinchlik simvoli bo'lgan ekanda bu narsaga. Shunga dunyo adolat sud mahkamasi Danxaq shahrida, ashada. Ash hukumat binasi yaqin yerda. Ashar bo'layotgan bo'lgandan keyin bu hamda Gollandiya hukumatiniki ya ijtimoiy tarafdan kuchli ta'sir qo'zg'og'liq. Shuna bilan hamda bu narsaga davlat otlagan bostirish harakati deb buningki xarakterini bunda xarakterildi. Endi buningda taqin oldimizda taqin Xitoylar bu vaqtda yana sudlashimiz. Sud qatib chiqmayman, men haq huquqimni olima adolat talab qilaman. Oxirgacha bu nimadan qat'iy yanmayman. Bu meningki Xitoyning ro'yijatda men aytgan bu ro'y terrorligi, jismoniy qurilishi, zo'ravonligi meningki irodamni qat'iy sundiramidiki, lekin Xitoy bo'lgan g'azab nafratimni, Xitoy bo'lgan yana bu qarish harakatimni texnikasi kuchaytiryapti bu narsa. Haqiqatan yani. Ko'p rahmat Abdurim janamda shu albatta yillardan buyon faoliyat qilib kelyapsiz. Yolg'iz qolsangiz shu Xitoyning jinoyatlarini davomli oshkorlab kelyapsiz. Hamda bu qatim hatto shu nimadan keyin Xitoy hamda o'zining shu Gollandiyada yillardan buyon yashayotgan shu tor ishlarini ish qilib sizning butun chiqargan bayroqlaringizni analiz qilib YouTube'da bir muncha valaqlabdi hamda. O videolarni ko'rib kulgim kelib qoldi hamda. Sizning ilgarigi faoliyatlaringizdan bu qatimqi bo'lgan ishni selishtirsangiz, yani nim farqi bor deb qaraysiz? Endi bu ilgarigi faoliyatlarimiz hamda shu Dam maydonida, ya Xitoy elchixonasining oldida, ya Gollandiya parlamentining oldida degandek ashyolar namoyish qilib kelgan. Shu chog'dan ba'zi narsa azroq ta'sir qo'zg'agan, lekin bu qatimliqi haqiqatan kuchli bir ta'sir qo'zg'adi, ko'rib turayotganimizdek. Xo'sh. Bu voqea Xitoyning hamda g'arb ellarining ichiga sinib kirib, bu g'arb ellarda yashayotgan kishilarning so'z erkinligiga vahshiylarcha hujum qilishga jur'at qilayotganligini ko'rsatadi bu qatim narsa. Shu qadar ro'shan dalil isbotlar bor. Bu faqat mening emas, balki barliq yana Uyg'urlarga, shundaqla Gollandiyadagi Xitoy qarshi kuchlarga berilgan bir tahdidda Xitoylarniki. Biz mana sizni shunday bostira olamiz. Biz dunyoniki tinchlik ham adolat simvoli bo'lgan bu davlatda mana bir Uyg'ur mushta bostiryapti. Ish orqali boshqa Uyg'urlar qo'rqinish etmoqchi, boshqa Uyg'urlar tahdid qilmoqchi, boshqalarni ro'y sundirmoqchi, shular Xitoyga qarshi kuchlarni ro'y sundirmoqchi bo'lganda, afsus Xitoy bu nimasida sharmandalaricha mag'lubiyat kuchirdi bu narsanikida. Shunga bu voqea orqali biz dunyoga biz hatto Yevropada Xitoyning tahdidini amal emas ekanmiz degan signal bera oldim bunda. Bu Uyg'ur diasporasining tek hushyor turishga va o'zimizning huquqini, qonun huquqini qo'g'dishimiz uchun qonundan foydalanishimizga. Qat'iy o'zimiz zo'ravonlik narsani nima qilmay, tinch shakllarda harakat qilib borsak, qonun bizni qo'g'daydiganligidan tipik bir o'rnagini ko'rsatganda bu nimasidan. Lekin bu faoliyat bo'lgandan keyin endi mana shu 5dan bir chiqarsangiz, birinchisini ko'rsatib bu narsa bu qatimki Xitoy tajovuz hukumatniki bo'lgan bu zo'ravonlik voqeasi bo'lgandan keyin mana bu oddiy degan olximen daqbilat deymiz. Bu Gollandiyadagi eng cho'ng bir kundalik gazeta bunida. Bunida deydi bir Uyg'ur aktivist Xitoylar tomonidan zo'ravonlik bilan qo'llar qorilib Xitoyning Yangi yil bayramida juda hujum nima qildi deydi. Men bundan qattiq andishlandim deydi. Chunki maqol yozgan muxbir ayol. Bu ayol bu voqea bo'lgandan keyin Twitterda X'da videoni ko'rgandan keyin bu hatto shu Danxaq shaharlik parlament a'zolari chiqardi ba'zi narsalarni. Bu chiqqan bu ko'rgandan keyin men bilan aloqa qildi. Aloqaga bu ayol bo'lgan hammani deb berdim. Deb bersam bu ayol deydi, bu yolg'iz bo'ligi sinimdan betaraflik oldik biz deydi. Qulanib videoni ko'rdik. Haqiqatan video rasm isbotlaydi, lekin biz buni shahar hukumatdan soqishdan bir egallab boqmasak bo'lmaydi deb shahar hukumatga telefon qildi. Shahar hukumatniki yana so'zchisi
biz bu ishni qabul qilolmaymiz. Buni bir zo'ravonlikqa uchrashi biz qabul qilish bo'lmaydigan bir harakat deb bu narsani deydilar. Ana keyin davlat soqchi idorasiga telefon qilib, Abdurim G'anininki ashar eppagan Xitoyning chag'amini tinish shakilli namoyishi aşan tartib buzish kiramdi, o tartib buzish kirmaydi deyildi mana. Demakchi, buni ashar qilayotgan ishim %100 to'g'ri. Bu birinchi xabar ma'nosida. Ham ikkinchi xabar, aniki yana bir nima qilsangiz Mao endi Mao nimaniki Peter Winter'dagi Italiyadagi Zimiston to'riniki bergan bu xabarda Amsterdamdagi yolg'iz Uyg'ur dedi. Bular yolg'iz Uyg'ur deb nima qilyapti? Men yozgan maqola boshqa chiqardi. Bu xalqaro davlat atlab zo'ravonlik uchirdi. Bu uniki Sharq Turkistonga zulm nima aksab turdi degan bu maqola u yerda chiqdi mana. Zimiston to'g'rida. Ya'ni bularni qilgan. Uchinchisi Mao de Kentegran degan bu Gollandiyalik oz sonli millatlarniki siyosiy huquqlarini qo'g'daydigan bir gazet. Bu Gollandiyadagi jamiyatshunoslar, siyosiy aktivistlar, kishilik huquq faoliyatchilari, kishilik huquq advokatlar eng ko'p ko'rgan bir xabardan birisi. Buni deydi bu Uyg'ur namoyishchi Xitoyniki Yangi yil bayramida zo'ravonlik uchirdi debchi. Xitoy bexatarxona zo'ravonlik uchirdi. Hatta bu xabar bu gazetda deydi, bu Uyg'ur Xitoylar tarafidan ro'y terrorlik uchirdi deb mana ro'y terrorlik qilib qoldi-chi ma'nosida. Xo'sh, xo'sh. Bu nimasi bor? Ko'p rahmat haqiqatan ish qilib. Mao hamda shu shaharlik shu vaqa shu Xitoydan bo'lgan terrorlik, zo'ravonlik harakati ep bo'lgan shu shahar, ya'ni Danxoq shaharlik hukumatni shaharlardan kundalik xabarlar gazishi bu. Kundalik xabarlar gazisida shu Xitoy zo'ravonlik hujum yuz bergandan keyin 3 partiyaningki, ya'ni Yeshillar partiyasi, Emgakchilar partiyasi, ondan keyin Denk partiyasi. Bu 3 partiya shaharlik hukumatga men haqida 7 turli talab o'tirgan savollarni buni javob berish kerak deb. Buningga qo'ygan ashnemisichi maniki. Bundan deydi yana parlament a'zolari Uyg'ur animizdagi 5 yillarcha namoyishni chiqarib qilishi haqida savol qo'ydi debchi. Bu mazmuni bu. Haqiqatan yana birisi ana Mao oqshom chiqqan xabar mana. Ayirda 11-martda tunugun kech chiqqan xabar. Bu xabarda shaharlik hukumatningki o'sha so'zchisi niki bergan bayonot 3 parlament a'zosi bergan nimasida bu qatimliq zo'ravonlikni qat'iy qabul qilish bo'lmaydi debchi. Qabul qilish bo'lmaydi. Bu narsa bor. Birinchisi, ikkinchisi bu jinoiy shakllantirdi deydi. Biz ishlaymiz deydi. Uchinchisi, biz Xitoylarning bu faoliyatni hech qanday iqtisoddan ta'minlamadik. Biz ulardan birlikda bu faoliyat o'rlashtirmadik. Xitoylar bizni birlikda o'rlashtirgan deb yozib olgan. Buni biz bilmay qolib qoldik. Biz buni tekshirish olib boramiz degilik. Ana keyin buni da'vatga yana bir nimasida biz Abdurim G'anininki bir soqchilik aniqlikni ma'lum qildim. Ma'lum qilma to'g'risida bir xabar topshirib olmadik degandan keyin aka Mao iris sandan bom degan bu shu Alxamen Daqbulat kundalik gazetda nimasi muxbir oqshomdan aloqalashdi. Sen soqchi ma'lum qilding desam, bu shart hukumatni ma'lum qilmaganligini bilmaydi ekan. Bu to'g'risida bir sen bilan intervyu qilsam bo'ladi deb oqshom moyal nima qilib degan, ya'ni bu program bo'lishdan yarim soat burun e'lon qilingan xabar ma'da shu narsani. Buni deydi Uyg'ur Pariyatchi Abdurg'ani, G'ani deb oldim, Abdurim G'ani, Amsford Abdurim G'ani Xitoyniki bexatarlik xodimlari tarafidan chiqarib bo'lmaydi deydi-chi. Chiqarib bo'lmaydi, biz bundan epsilonda deb bu cho'ng bir nima-da endi buni juda e'lon qildi bundan deydi. Bu e'lon qilib qo'ygan, bu o'rinda boshqa nurg'ulgan axborot vositalar yana buni ko'paytirib taqdi-chi bu narsani. Ko'paytirib taqdida, ana keyin bular yana iz qo'g'lab bu to'g'risida xabar ishlaymiz degan ekan. Demakchi, gollarning cho'ng matbuotlarda buni kun tartibga keldi. Undan boshqa o'tgan hafta 2 haftadan oldida Danxoq shahrida shu zo'ravonlik vaqasi yuz bergan shaharda Denk partiyasi ishtiyoq faoliyat o'rlashtirgan shu ishtiyoq faoliyatini aytib taklif qildi keldi. Badem u yerda Denk partiyasiniki parlament vakili Stephen Van Barla ana keyin shu Danxoq shaharlik hukumatniki muavin shahar boshlig'i Nur Ijar bular bilan kurashib alayda kurashdi farangli Allohning o'z og'zimdan angladi. Bizdan nima kutsan degandan keyin parlament vakili dedimda bu Xitoylarniki chegara atlab bostirish harakati to'xtab qoldi.
bu yalnız manqılatqan bir hücum bo'lgan butun dunyoda Uyg'urlarga jumla Golan Uyg'urlarga aytib turayotgan bir zulmning başlanmasından başlanışı bu qattiq qo'l qilish bo'lmaydi buni Gollandiya parlamentida deb o'tirib qo'yil bo'lami sen falan barliq isbotlarni ta'minlab be saqchi ma'lum qilmasdan chiqqanimiz ta'minlab be buni mana shuni yo'lini qilmayman mana shunday qarab ekan ben bu harakatni Gollandiya parlamentida qilmayman dedi. Ana ekan shaharlik hukumatdan shu shaharlik hukumat muavin shahar boshlig'i kurashib onun dedim mesela şehir hükümetinin olsan siz buna bir cevap veriş demağını bu болып қалса мұшақын берелікке тарапсыз орынды тексеріп құқықтан болса бұл біз тексереміз бұны деді бұны ақырында мақала жазып план қылдым дегенде қазір бұл нәрсе жидді күн тәртіпте shu xayramdi har ishda bir xayrlik bor degan deymiz ғой bir gapimiz bormi haqiqatan yana biroz nimaga uchirgan bo'lsangizmi lekin Sharq Turkiston masalasi Uyg'ur masalasining bunchalik kuchli kun tartibga kelishini yaxshi bir taraqqiyot albatta. Ko'p rahmat aytamiz. Endi yana shu vaqa shu ish yuz bergandan keyin bir qancha kundan keyin bir yana bir ijtimoiy uchrashuvda bir Xitoyninki Xitoymi yoki boshqa bir millat mana shu videoda bir ko'rinish bor. Ma'vo. Ha. Buningki video desangiz bizning bayroq bor birisini qo'lida. Bu boshqa faoliyatmi? Bu başka faaliyet. O ikinci 14-cikine. Yana Xitoydan chaqirishlarmi? Ma'vo Rotterdamda bo'lgan faaliyet, chuma Rotterdam. Ha, boshqa shahardagi. Ha. Boshqa shaharda Rotterdamda ya'ni bu Xitoylar shunchalar jiqmi bu Gollandiyadamda shu hamma shaharda o'tkazdigan? Shahar o'tkazyapti. Boshqa davlatlarda bu ba'zi lekin biz Uyg'urlar diqqat qilmamdiki boshqa shaharda bilmadik. Qurtida butun dunyoga terilib ketgan o'ylarga bu. Dunyo qilyapti bu narsanikini. Endi bu faaliyet o'rlashtirgan vaqtda 2-28-kuni Rotterdam shahrida bo'lgan faaliyet yakshanba kunida endi bu yerga namoyish o'rlashtiramiz deb ana shu anti CCP deydi shu o'zi guruhlar namoyish o'rlashtirdi, taklif qildi. Kelsan deb bordim bu yerga borsam Xitoyga qarshi kuchlarning ichida bular yolg'iz Xitoylar emas. Dedik hammasini chiroy Xitoyga o'xshab ketadi. Xitoy 56 millat bor. Mana shu vaqirotqali Xitoyga qarshi kuchlar. Bu Guangxi, Guangzhou avtonom rayon bor. Xuddi bizniki atalmish nom avtonom rayon o'xshash. Guangxi, Guangzhou avtonom rayon bizning bayroq ko'tarib turgan shu. Ashnadiki. Bu Guangxi, Guangzhou avtonom rayonliklar va kantoniliklar va Guangzhou millati. Ha bizning bayroqni ko'tarib olgan. Ana keyin Kantoniya mustaqilchilari va Kantoniyada Guangdong ülkesinin müstakil oluş qalaydiganligi bor. Ana Jindöldi deydi, Shanshining müstakil oluş qalaydiganligi bor. Qatorliq Xitoy parcha millatlar jiqs erib ketdi Xitoyliklar shular bizmi müstakil bo'lmasa bo'lmaydi. Men Xitoy emas deb bizning Twitterdan qo'yalib bu narsani ekstimida. Ana bularmi buni namoyishga bile chiqimiz-ku bular. Mesela bular doim chiqadigan namoyish maydondagi namoyish maydondagi. Ha. Aytishimcha bor. Shunga u kun u yerga borgandan keyin bular dedi sizning o'tgan faoliyatimiz navoiy ilhom oldik degan ashta bir faoliyatni bir qilayli degandan keyin men oyoq kirib qilish imkoniyatim bo'lmagandan keyin men sezgirib ketdim endi atrofda hammadan bo'lgandan keyin ana bularga dedim dedi Guangxi Guangzhou avtonom rayonlar sen oyoq kirammidim men sizning bayram ko'tarib men kiraman dedi endi men ko'tarib kirsam bo'laman ko'tarib kir dedim kir kim men kiraman sen bo'lsam ko'tarib kir deb ayna shunga bular bir to'p odamni kirdigan bo'ldi men dedim hamma aloqa qoch kirmay u yerga kirolmay dedim Küçüğün çıkıp bir de video al. Videoga mesela faydası yok. Kalan 5-6 tane şey tengli çık. Teng hareket kıl katli koyup şırtmanlar dep ço bularning istikinde. Yani köygende hemimiz teng yupurluklu çıktı aşağıya. Nek şey başlatgan mezgilde bu yer Gollandiyaniki bu Xitoy hukumatining Xitoy tajovuz hukumatining Gollandiyaki baş elchisi Shinbo var bu yer naq maydonida hamda. Baş Xitoyning yani yuqori erlari var. Shaharlik hukumatning odamlari var. Bütün me'morlar var ama tasarrufdan liq odam bor-da yerdikida. Ajada Xitoy sharmanda bo'ldi, yana bir qatam bu yerdikida. Bu mu bizning shu yaqin bir hafta ichida ikki qatam Xitoylarga ajallik qarshi harakatimizniki bir nimasi bo'ldi bu narsa. Ha. Maşallah. Endi hozir gapingizdan yo'lga chiqib shuni so'rayamdi. Davomli holatda shu faoliyatda masalan Xitoyning chog'an faoliyati u bo'lmoqda cho'ng faoliyatlar bo'lganda va bundan burungi faoliyatlaringizni davomli holatda atrofingizda ko'pincha shu boshqa Xitoylar, o'qituvchi Xitoylar va yoki boshqa millat hozir qilmasin Tibatlar bor bir vaqtlarda. Ama shunda boshqalar bilan qilyapsizda endi ko'pincha holatda yolg'iz endi Gollandiyada nurg'un Uyg'urlarimiz bor. Siz nima qilmamdi? Ular sizning qishingiz kelmamdi, yo bu ishingizni yaratmamdi. Nima ish qilibda atrofingizda aslida jiq Uyg'urlar chiqib bu yerda
qilgan bo'lsa texambak bir ta'sir bo'ladigan bir ish bo'lishi mumkin tabi buniki. Sizning boshqa millat bilan davomli ular bilan qilishingizdagi sabab yoki Uyg'urlarni yaningizda bo'lmasligidagi sabab nima? Buni qanaqa qaraysan bu? Sababi nima buniki? Rahmat, bu nihoyat bir yaxshi savol bo'lib qoldi bu narsani. Endi men shu yolg'iz namoyish boshlashdan ilgari bir necha turish bo'lishib deb baqqancha yolg'iz namoyish qilaylik desa bu yolg'iz namoyish qilganning qanday bir nimasi bo'ldi deya namoyishni ikki qadam qilman, ikki qadam namoyish kim diqqat qildi, bu qildi deb bir necha odam maslahat qilsam hech qanday yaqin kelmagancha. Bu yolg'iz namoyish qilma dastlab sayt olgan narsa Amsterdam dam maydonida qarsam şu Palestinning zulmini anlatayotgan bir necha yolg'iz kishi odamni ko'rdim. 3 odam bor, bir bo'landa, bir bo'landa deganda. Shular birib bular Falastinlik o'xshaydi deb men dastlablarkim bu ishni sal bishtiroq boshlaydi endi. Assalomu alaykum deblar kurashdim bular bilan bir qat namoyishga borgan vaqtida biz bu yoqda yuzdab Uyg'ur baqiratimiz, jaqiratimiz bir odam kelib sizning dadang nima deb so'rab qolgan odam yo'q. Lekin oyoqda Falastinlik bo'lgan zulmlarni deb ikki kishi odam o'tiribdi. Buni odamlar shunda jiq o'lishliqda odamlarga. Shundan turib diqqatim tortdi. Bu biz 100 adam vaqiratimiz, jaqiratimiz bizim bir adam kelib sizning ahvolingni nima, kimsen, nima ishqa namoyish qilyapsan, kimga qarshi deb bir ham so'ramaydi. Bu oldi xato plakat tashlab qo'yib, resim qo'yib qo'ysa, jabjiq adam o'lishib oldi ekan, biz xato qilyapmiz qo'yib deb. Lekin buni men qarasam Falastin miskanda, assalomu alaykum desam, lekin gollanchga qildi-da bu. Assalomu alaykum, sen bu Arab emasmi, Falastin emasmi? Yo'q, men gollandilik deydi. Humanity deydi, insonparvar inson deb. Lekin sen bu nima ishlaysan? Musulmonmisan, yo'qmi musulmon emas deydi. Men dinsiz deydi. Sen bu dinsiz bo'lsang ham nima musulmonlar uchun deydi, namoyish qilsa, Falastin uchun. Buni aniq qallamda uçak fikrini desa, dinsiz o'qib qolsa bu islom ashaddiy dushman deb qaraymiz-da biz hamda. Bizning dinimiz bo'yicha dinsadan eng cho'ng kafir deb bilamiz-da hamimizniki. Diniy e'tiqodimiz bo'yicha. Yani malani qarasak, onun boshqa narsa bo'lganda şunlar küfrep anı kendim bolsam Müslüman emasken, Arap emaskensen bu nimişin bunda namoyish qilsamsa desem ben töşüyor namoyish qilyaptili. Men insonparvar inson, zulm uchragan insonlarning zulmi dunyoga ang'ilishmi, vijdoni burchi, insonlik burchi yo'q bu. Degan ekan bu gap men kuchli ta'sir qildi. Hadi oyoq hazır 2 yoshli odam o'tirib ular bilan paranglasam, ular boshida mayoq bir qilsam biz chaqqa o'rindiq o'tiryapti. Hali qarg'idek o'rindiqda. Hani bu Falastinni shu bombatek mağanmayım şu oturak kalk şeyde de yaptım. Tutsam lakin birisi bir nesken sonra onu koyup gitti. Sonrası yapıp da sahte o adam mı? Hani onun da sorsam mı hiç kaysı bunlar Palestinlik emezken ya Müslüman emezken ya Arap emezken. Bunların hemiz devatkan nesi biz insanlık kuruşumuzda adak kılvatımız yani bu nesi bana tesir kılıp şunu deyken ben millet iş kılman emez millet aldık mesuliyeti mecbur adak kılsam bulduk de hani ki ben öz aldım namoyish qilishni başladım bu narsani ekanda dasar qilganda ancha ta'sir olmay barbara kuchli ta'sir bo'ldi bu faoliyatimniki. Agar keyingi kunlarda hamda funksiyon faoliyat o'rgashtirsam shunda jiqadamni kildi bizning Uyg'urlardan ba'zi faoliyatlarga 200-300 adam kelgan nimalarmi bor boshqa nurg'un tashkilotlarni biz birlashib jiqcha faoliyatlarni olib bordik jumhuriyat kunlarida har qaysi namoyish kunlarida jiq faoliyatni o'rgashtirdik. Hani keyingi kunlar kelganda shu Xitoy talabchilar chiroy Xitoy o'xshab ketganlar men yerim yig'ilgandan keyin ana ekan bizning Uyg'urlar Abdurim Xitoylarga namoyish qilib oldi. Abdurimniki bormaymiz deganlar chiqdi. Yani bu narsani ko'ryapsiz. Bunda videoni hemen jiqta qattiq Xitoylarning qilayotgan. Uni gap qilib qarasa anikaydan bu yerda bir savol tushdi. Abdurim g'ani Uyg'urlarni qo'g'lab yenidan Xitoyga tortib oldimi degan bir masala chiqdi-da. Bundan men bu Xitoyni qanday atrofida jug'ladim deganda men namoyish qilib berib Ashtam maydonida bir lozing yasatgan ekan. Bu lozingda Xitoy ishg'ol asosiga barliq millatlar bizning mustaqillik haqqi va Xitoy bir tajovuz hukumat deb Xitoylik 56 millatning xaritasi ayrim qilib Xitoylar loyilab ekan buni. Ben onu chiroyli bostirib, yo'g'on qilib Amsterdam dam maydoniga qo'yib, bu Twitterdan tarqatgandan keyin hadidan nurg'unlar yana keldi-da, "Voy men Guangxi Jiangsu avtomobillik, men Kantoniyalik, men Chindoliklik, men Yunanlik, men yana bir yerlik" deb. Men chiroyim Xitoyga o'xshaganlar, men Xitoy emas, men Xitoyga qarshi bir kuch, men senlar bilan namoyish qilsam bo'lamdi degan keldi-da. Agar namoyish o'rlashtirsak, bular keladi ko'ryapsizlar. Hatto bular shada yangrat qilgan kelib, videolar tortib, hamma ishni o'rlashtirib turdi bular. Bir qilib qo'ymay namoyish bor kelamsizlar deyman, chiqarib qo'yib ilan hemiz aloqa qilishdi. Voy men kameraga qo'ray deydi, men lozing yasaklayman deydi. Men uni qilmayman, men video ishlab turaman deydi. Ash qilayotgan ashni ashliq qilib keladi o narsani ekanda, hamma narsani qilib bo'lmayman. Lekin bizning Uyg'urlar u yakasi buni so'zlasa, bu Xitoylar so'zlaydi ekan, Xitoy desak irvoyimiz bizniki deb kammaylikda. Demakchi, ya alaqi go'larni tashkilotlar chiqish tashkilotlar bor, ya o'zaro birlashib cho'ng faoliyat qilsa, bashar qilsin, bular Amsterdam qilsam
Mesela Nurgul Yalova ya başka şeyler kılsın bunu da hani bular şimdi Xitoy boya biz kelsak bo'lmaydi ki Xitoydan qilmaymiz Abdurim Xitoy yana tortib ketdi deb ma'numdek ilqi biman gap qilyapti men hozir. Men atrofimga hozir Xitoyga qarshi barliq kuchlarni to'play oldim Gollandiyadagi. Şöyle dam meydan namoyish qilib qolsam 5 Uyg'urni eklanmasam Xitoyga qarshi 5 davlatlardan eklanayman maydonda men hozir nika. Ko'ryapsizmi mana? Cumhuriyet günü qilib qanday payt qilib qolsin, hammasi o'zining bayroqlari bilan keladi. Buni Tibetlar bizdan payt qilib qolib ketmaydi. Hozir payt o'rasam Tibetlar voy bizimkimiz deb Tibetning cho'nglari kelib so'z qilib namoyishlik qiladi. Tibetlar payt qilsin. Men borib taklif qildim, boraman. Hozir ham namoyish qilayotganlarimizda anti CCP guruh degan Xitoy kommunist hukumatiga qarshi deb bir platforma birini qurdik. Ashning ichida Ziba Sharq Turkiston bor, men bor yolg'iz. Ana kantoniylik bor. Ondan kim Guangxi Zhuangzhou avtomobillikli var. Ondan Xitoy qarshi nurg'ula ushaq jin davlat ekan, Yunanlar ayrı mustaqil bo'lsin deydi ekan. Hong Kong ayrı mustaqil bo'lsin bilan hammamiz ayrı mustaqil bo'lamiz degan ashlarning hammasi shu birga keliglik. Shuning namoyish o'rlashtirib biz kelib qatnashdi bu narsa. Men hech qachon Uyg'urni chet qoqmaydi. Ham Uyg'urga deyim kelinglar, birga qilaylar. Birga qilaylar deyman. Hammasi gap qilib so'z qilish fursati bilayman. Hatto logorini chiqaringlar, birga qo'yaylar desak şu Xitoy boya biz bormaymiz deb ular chiroy Xitoyga o'xshab qolganligi uchun ana keyin ulardan chat o'zini tortish uchun kambaylikda ba'zi resim chiqib qolsa qo'rqaydi ekan. Voyma Xitoylar resim chiqib qoldi deb chiqarib qolsa, to'g'ri sazoyi qilyotdi deb ma'ni qo'rqish yo'q. Shuning hech qanday qo'rqishim yo'q Xitoydan. Lekin hammasi Xitoy emas, Xitoyga qarshi kuch. Shuning uchun biz Xitoy tajovuz hukumatiga qarshi barliq kuchlarni hamkorlashishimiz kerak. Men hozir endi shularni bir hamkorlik narsasini qurib, bu faoliyatimni eng yaxshi shaklda ep ketyapman deb qarayman. Xo'sh. Aytam yana bir masala var bu yerda. Hani başkalarım çık soraydı tortum yazdı. Sen demiş Uygur teşkilatlarla birleşme, Xitoylarla birleşme olsa yoki boshqa nemislarniki qilsa, men bu yerda Uyg'urlar birlashmayman, Xitoylar birlashib olaman, davom edimi hech qachon. Hamma Uyg'ur tashkilotlar faoliyat qilib qolsa, men boraman. Masalan, Ma'rif jamiyat faoliyat qilib qolsa, hech qilib boraman. Boshqa tashkilotlar faoliyat qilib qolsa, boraman. Men qilsam o'lim keladi. Birlikda qilamiz. Ba'zi vaqtda kamay qilib qolsa, o'lim hargiz chet qoqqirma emas. Ba'zilar keladi, ba'zilar kelmaydi. Anidan yana bir masala bor bu yerda. Menimki bu yer Amsterdam namoyish qilishim, men kelgan eng chong ilhom, men deb ketdim Amsterdam dam maydonida Isroilga qarshi namoyish qilayotgan falastinliklar bor. Bu Falastin da'vosi qilgan gollandiyalik aktivistlar bor. Shularni ilhom olgan. Bularning degini menimki Falastinni qo'llashim, menimki ya musulmon, menimki bir insonlik burchim. Men insonlik burchini ado qilyapman degandiki, shuningdek men millat oldidagi bir Uyg'ur burchini ado qilay, millat oldida badal to'lay deb oshlarimdan kelgan bir ilhom bor menda. Shunga haq qo'llamdo, qo'llamamdo, kelamdi, kelmamdo, o'lim nimam yo'q, faqat men millat oldidagi mas'uliyatini majbur ado qilaman deb bu yo'lga chiqdim, oxirigacha manaman. Ana ekan Golland ashu faoliyatlardan yana bir olgan bir o'rnikim bor. Bir qadim biz birga yig'ilib o'tirdik bir yerda, hatto transport burun taqishib o'sha qilayotgan faoliyatimiz haqida bir suhbat qilibdi. Men bir kun ulardan so'rab qoldim. Bu sizni yillar bir namoyish qilyapsam ham ko'ryapman. Hech bir falastinliklar kelib sizlarni qo'llab qolmadi, yo sizlar falastinliklar bilan namoyish faoliyat qilganini ko'rmadim. Buning sababi nima deb so'rasam, shu gollandiyalik aktivist falastin qo'llayotganlar dedi. Bu Gollandiyadan nurg'ulgan falastin tashkilotlari bor deydi. Bular to'qitma ikki jidal majra o'ynaydi dedi. U uni da'vatgan, bu buni da'vatgan, bu jidal majra buni aralashqim yo'q deydi. Bunu aralashib vaqtimiz, zehnimiz sirab qo'ygim yo'q. Shuning uchun men bir insonlik burchini ado qilayotgan odam bo'lgandan keyin ular bilan birlashmasammi, jiddilik kirmay o'z oldim qilsam qilib ketayotgan faoliyatimni deganning yog'i u narsa menga bir ilhom bo'lib, men Uyg'ur faoliyat tashkilotlari bilan qilsak, shu aloqa jidal majra chiqar ekan. Men ana qildim, sen ana qilmamsan. Akali mana ish kelmaydigan bunday narsaga zehnim upuratqim yo'q menikida. Shunga qarshi falastinlikniki aloqa nima Falastin davos qo'llayotgan Golan aktivistlik olgan bir cho'ng ilhomi meniki. Sen o'zingni majbur ado qilib menga boshqalar senga ergashamdi, ergashgan qarim bo'lmasin. Falastinlar o'zaro ikki jidal majraga bek birlib ketganligi uchun Isroilning mustamlik qilib qoldi degan gapga men qattiq ta'sir qilgan bo'lg'achqa bizning diasporalik kreativ Uyg'ur tashkilotlari yo birlikdaymiz, birlik gap qo'llanmaymiz, hamkorlashishimiz deymiz, hamkorlashishga kelmaymiz, ikki jidal majraga Şuңaşqa müştəqət özüm tartış üçün mən millət aldığım məsuliyyətini məcbur ada qılmaq, qandaq təşkilat fayda qılıb qalsa, bir Uyğurluq burcundan qollab kelyapman. Bu meniki deyilgan. Şuңaşqa deyilgan qarindoshlarimiz, kəsəngli birlik qılmaz. Kəmsəngli ko'nglim yerim bo'lib qolmaydi. Bo'z qancha Uyg'ur yig'ilib, birik bayroq qilib qalsak, texmi yaxshi. Va hech kim chet qo'ymayman. Har kimning faoliyatini qo'limdan kelish qo'llayman. Tushundim. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet etimiz. Hakikaten bu bulupmu aşı meydandaki
Aslida har bir Uyg'ur o'ylanishi kerak. Har qanday birisiga ta'sir qilmaydi shu hamda shunda. Hech bir aloqasi yo'q. Kim uni qilmasa bir inson yani bütün hayotida uni bir savol so'rashma haqqi yo'q-ku hamda. Sen nima ish qilmaysa dedi ama. Ama shunda bir yani o'zining xotirjam hayoti bor bir inson chig'ida ashunda chiqib bizni u yerlar emas, dunyoning nurg'un yerlarida pat-pat anglab turmiz bu g'arb dunyosida. Shunda zulm ko'rayotganda bizlar uchun qilgan namoyishlar bor hamda. Ashunda boshqa millatningki biz uchun kuyinib chiqib maydonga chiqib ashunda vaqtini sarf qilib, pulini sarf qilib ish qilayotgan yerda bizning millatning ichidagi bu zulmni bevosita tortayotgan, urug' tuqqanlari butun asli vatanda bog'liqlik bo'lgan bu millatning ichidagi ba'zilarningki bu qadar passivlik holatda turishi insonni haqiqatan ichindirdi. Aslida ularning aşı qilgan ishlari ularga urilgan eng cho'ng kachat aslida hamda bilsa hamda buni his qila olsa. Haqiqatan Benim faaliyetlerim yine kaynağı. Hem beni videonu ko'rsatyapman. Hatta Xitoy demokratchilari, Xitoy qarshi kuchlar bizning faoliyatimga qatnashib qolsa chiqish shart qo'yman. Mening faoliyatimga qatnashishimga, meni qo'lishim birinchi sharti, birinchisi Sharqiy Turkistonning mustaqillik shartsiz qo'lishim kerak. Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuz hukumati tomonidan besilgan zimin ekanligini e'tirof qilishim kerak. Bu birinchi sharti. İkincisi, sen bunu egzak, oy, şın deb ma'qul deb mandal javob berishing emas, buni videoluk so'zlaysan. Amaliyotini ko'rsatsan. Aning keyindan sen meni faoliyatimga kelsang bo'ladi, so'z qilish haqqing bor. Bo'lmasa, so'z qilish haqqing yo'q seniki deyman. Shunda ular necha video taqatdim, nurg'un video taqatdim buni ham. Shu. Sharq Turkiyan besingan zimin, men Sharqdan mustaqillikni qo'llayman, Uyg'urning mustaqilligini qo'llayman, Uyg'urlar yashsin, Uyg'urlar yashsin deb so'zlayotgan nurg'un videolarni taqatdim. Shunga bu orqali men Xitoy tajovuz hukumatiningki o'zining shu odamlar orqali Xitoylar orqali Xitoyning bir tajovuz hukumat ekanligi, Sharq Turkiyaning besimgan ekanligini anglatsam, mening 100 qatam anglatganimni ona bir so'zligini texnik kuchlar dunyo ta'siri berdi bu narsani. Boshqa bu meniki Xitoylarga faoliyatga qo'ygan qizil sizig'im bor meniki. Bu sizig'imni kelsa, qatnashida bo'lmasa, men ishimni qil deyman, qatnashmaydi bu narsa. Agar ikkinchi yana bir deb qo'ygan bir narsam bor, men burun namoyish qilgan vaqtda Gollandiydan kelgan atrofimda shunaqa qilsin ko'rgan tonglar. Uzun chechi va Gollandiydan nimsin bor deb. Ular baqollaydi, ular men bir tin pul vermaydi, Abdul Kirabel o'zi belib, suyun tamog'ini izlab namoyish qilib qatnashib beradi. Ularga bizning Uyg'urlar küçür qilib ba'zanlar deyman haqlikini. Aş bu yalğız hiç kim bunu arganmaymiz biz Uyg'urcha yalğız bo'lgan boshqa o'zi chiqib oladi. Buni qo'llama, anaqmani ashunda haqib atrof haqib tozdirib yotdi shu atrof haqlikini. Ana uni ko'rib, o sen faoliyat qilyapsan, boshqaning nima haqqi bor deydi-da anasnikini. Siz bilim deyish. Biz kelayosak, shunda uchirlan topshirib kelib oldik. Siz bu Uyg'urlar bek nima ekan, chiqsin bek nima ekansizlar deb necha qatim boshladi-da. Hatto bir qatim meni xalqaro kechirim tashlab ekirgan vaqtida ashada Gollar 3 qo'lluq uchun kirdi, aşağıda kirib Xitoy tadqiqot nimasiniki siz kurashgan vaqt aşağıda o'tirib qo'ygan birinchi savolning ma'nosi shu. Aşağıda Rabiya Qodirlar Dulqin Isoning nimasini dedi aşağıda xalqaro qachirim tashkilotining odamlar matda. Biz burun Rabiya Qodir xonni qabul qilatdik, Rabiya xonni so'zlatdi, adab Dulqin Isolar Rabiya xonim bu sapni chiqdi Uyg'urlar ishbekkalikka narsa adam tushib bo'lsa darajada deb ol degandek ekan bu gollanlik tushganda bizga mashina yomon chiq narsa keladi. Degandek ekan ular to'g'ri tushganda bu sizdan beshin kelgan ish emas ekan. Demakchi qarindoshlar, qo'llasanglar qo'llanglar, qo'llamasanglar sukut turinglar. Mening atrofim kelgan bu chiroy Xitoyga o'xshab ketadigan va yoki boshqasi chechining uzun bo'lib qolib qolishi, yanbirini qolib qolishi, unda bir narsa tutib qilib, ma'mujim qilmanglar, ularga xat yozib, o'zimizning millatning yuz obro'yini tushmaydi. O'zimiz kelib qo'llamaydi, boshqa millat yanimiz kelib turayotgan bo'lgandan keyin biz boshqa millat orqali Xitoyga ajallik zarb beralsak, texnik zarb beralaymiz. Ularning tili yaxshi, ularning o'zining ta'siri bor. Texnik qadam ham Uyg'urlar boshqalar qo'llaydigan yolg'iz Uyg'ur emas ekan, Uyg'urning yana boshqa millatlar bor ekan, yerlik gollandiyaliklar bor ekan, Xitoy qarshi kuchlar bor ekan deb dunyoga yaxshi bir tushirib beralaymiz biz. Xo'sh. Shosh hozir bular faoliyat qilib qolsa meni chaqirdi. Men Tibetga olib qolsin, men Janubiy Mong'oliyaga olib qolsin. Boshqa qolsa birinchilab men xabar qildi. Sizning vaqting bormi deydi. Nima ish qilsam faoliyat o'rnashtirmoqchi, sen kelsan bir so'zlab bersan. Bular deb boraman so'zlayman. Bana bakaz teklif qilib qoldi-da. Boshqa deydi mana qarindoshlar har qatim mushta bilan faoliyat qilib qolsa, gollarni jamoat bilan Facebookni chiqarib qo'ymay, bordigan bo'lsa bizlar boramiz deyman. Borgan odam yo'q, borgandan keyin keyindan
Her xil salbiy uchurlar qilishi bu yalğızlık özümüzün obrazı emas, xalqaro da'vorimizning obrazı ta'sir etkizdi. Bizning qo'llovchilarimizmi biz salbiy qarashga kelib qoldik. O'sha narsani diqqat qilaylik. O'zimizning hurmatini o'zimiz qilaylik. Bir Uyg'ur kelib qolsa, bir Uyg'ur, ikki Uyg'ur qolsa, ikki Uyg'ur bilan davom etmayveramiz bu narsani. Buni qat'iy to'xtatmaymiz. Shu. Köpden köp rahmet Abdülmüyan. Nayet yaxşı tafsili bir ma'lumotga ega bo'ldik. Allah razı bo'lsin. Bu albatta da'voning xilma-xil yo'li bor bu vatan uchun xizmat qilishdan nurg'un bo'shliqlar to'ldirilishi kerakmi shundaq deganingizdek nayet yaxshi faoliyat xizmatlarni qilyapsiz. Utuq tilaymiz. Köpden köp rahmet. Allah razı bo'lsin. Mishada oxirlashtirsak. Yani müşer bir narsani bir oxirida bir nimasi deb aytaymi? Ha. Bu qatam faoliyatniki ilgari faoliyatdan bo'lgan eng farq tarafidan shu narsani kam qolib qolib buni o'zimizga biraz yozayotgan yozma. Shu yozmamni kirgizmoqchidim. Bu tufayli 3 nuqta yig'inchoq deyman. Birinchisi Xitoyningki jur'ati va sinib kirishi. Xitoyning yana bir demokrat davlatlarda bir Uyg'urga hujum qilishi va uniki sinib kirishi. İlgari Xitoylar bizni Iroqdan kuzatatdi yoki Ostrdan tahdid solatdi. Bu qatam bo'lsa ular Gollandiyadek yani xalqaroda tinchlik va demokratiyani simol bo'lgan Den Haag shahar hukumat organining ichida o'zlarining qonunsiz amallik kuchlarini ishlatib Gollandiya fuqarosiga Uyg'ur vahshiylarcha hujum qilishga jur'at qildi. Bu Xitoyning hamda G'arbning qonun tuzumlariga pisand qilmaydiganligini ko'rsatib bir nuqta. Ikkinchisi bu chegara olgan bostirish harakatining bir amaliy isboti. Ilgari biz Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni bostirayotganligini aytsak, ba'zi doiralar psixik besim bu voqea bo'lsa Xitoyning chet eldagi jismoniy zo'ravonlikni ko'pchilikning oldida isbotlab berdi. Bu bir oddiy jidal emas, balki Xitoy davlat apparatlarining orqa sepib turib o'rinlashtirgan zo'ravonlik suiqasdi, shundaqla ularning jismoniy ro'y turli hujumdan iborat bu narsa. Hatto bu vaqtda Gollandiya matbuotlari e'lon qildi bu narsani. Uchinchisi qonunni buzish. Oldin faoliyatlarimda men faqat ovozini o'ngiltirib kelgan bo'lsam, bu qatam bu Xitoyniki zo'ravonlik turli voqeasida Gollandiya davlat soqchi idorasiga rasmiy tekshirish haqida arzini sundim, ham ular buni qabul qildi, tekshirishga boshladi. Ya'ni men tunji qatam Xitoyni chegara atlab bostirish zo'ravonlik qilishni Gollandiyaning adliya sistemasida rasmiy kirgizib, sud deb chiqishga bir yo'l ochdi. Bu meniki bu qadam qilayotgan faoliyatimniki g'albisi. Shundaqla oniki buniki Uyg'urlarga deydigan gapim, yolg'iz faoliyatni ko'proq qilsak, buning unumi yaxshi bo'lgan bu qadam ko'rdik bu narsadan. Anikim yana bir saat temel to'plashib qolaylik, uning unumi yaxshi. Lekin qat'iy mush Xitoylar bor so'rinlarga nima qilib qolsak, qo'limizni shiltmayli, qarishlik bildirmay tinish shakllarda. Va Gollandiya davlatida masalan, u ham o'g'ri kirib qolsa, men o'g'rini tutib, birini zaxmlantirib qo'ysam, men jinoyatchi bo'lgan ekanman-ku ma davlatda. U ham kirgan o'g'rini tutib, men bu ishdan birlik qo'yib qo'ysam, men jinoyatchi bo'lgan ekanman. Qo'lim tush haqqim yo'q ekanda, bu shakllarda. Bu qatimliq voqeani yana qadar ta'sir qo'zg'ashning sababi nima deganda, ilgari mana Xitoy chiqmasdan oldida bo'lsin, Amsterdam dam maydonlarida bo'lsin, necha qatimlab siz o'ttirmaysiz. Sen onda qilmay, manda yamanchiq tahdid qilib ketgancha, men bu soqchiga arz qilishim bu tunji qatim emas. Ilgari 5-6 qatim arz qilgan, lekin bu qatim eng dog'da qo'zg'ashning sababi oyoqda meni tahdid qilgan, siz o'ttirman, aniqlamay, mana qilib zo'ravonlik qilgandiki 100 isbotlar ajoyib bor-da bu narsaniki. Boshqa bu nihoyat bir kuchli isbot. Demakchi o'g'lim, Xitoyga qarshi qanday faoliyat qilsak qilaylik, qat'iy Xitoylar urutib tap qolsinmi, ikkin dastivasimi, sukut qilaylik. Bir ikki tayoq yeyag'imizga, bir mush yevag'imizga hech nima bo'lmaydi degan ushtabqa, vatanni xalqimiz uchun Xitoyning insonlarga chiqqan qo'rqinchni boshdan kechiryapti. Ma diaspora biz shunga qarshi bir musib qolib qolsak, butunlay ta'tir ketib qolib o'chog'da biz Xitoylar hujum qilgan bo'lamiz. Chunki bu qatimlikqa baqa Xitoy zo'ravonlik harakatidan olgan eng cho'ng ibratim meniki tinch shaklda turib Xitoylar urib qonun bug'ayotgan vaqtda mening o'taz o'g'im bor. Ish bo'lmasa qarshilik bildira olmayman. Qalladan birini qo'ya olmayman, mushdan chiqni sala olmayman, qo'saq tepa olmayman. Qiysan qanday qilmay ishim butunlay xarakter bo'linib ketib, men jinoyatchilar Xitoylar o'chog'da ziyon uchirgichi bo'lib qoldi-da. Shuning uchun sabr qildim. Gelim qattiq bo'lgan uchun sabr qildim. Aki misha tizlatga vaqtim sabr qildim. Sabr qilishning nimasi ko'rdik mana. Bugun kunning bo'ldi. Xitoy hamda men ro'ytorlik qilib qo'ygan. Xitoy men zo'ravonlik qilib qo'ygan. Xitoy men xo'rlik qilib qo'ygan deb xalqaroda cho'ng sazoyi bo'ldi, sharmanda bo'ldi. Bugun eti Gollandiya sotma sharmanda bo'ldi. Bu bizning qalbimiz. Ham keyingilar deb qo'ygan eng cho'ng bir ibrat. Rahmat. Haqiqatan. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun.
Tutlayımız Ko'p inşallah. rahmat. Xalqimizniki Rahmat vaqtingiz sizga. ko'p Ziyorat kanaliga. qilib. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Haqiqatan bu tajovuzchilar dunyoning hamma yeriga patmay, terisi patmay o'tdi. Vatandagi shuncha zulm yetmay, muajiratda nurg'un davlatlarda shu chegara hal qilgan shaklda buning nurg'un dalil isbotlarim pat-pat o'tirib qo'yilib turibdi. Bunimiz sizlarninki jinoyatlari. Kun siri oshkorlang'usi, kun siri dunyo bilgusi bularning qanchalik qandaq maxluqlar ekanligini. Xo'sh, unda bo'lsa Alloh umr bersa oldimizdagi sonimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.